Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Va nihoyat biz Bo'ston tumani Kommunist mahallasida besitka forma joyimizga qozon o'toqlarini joylashtirib nihoyasiga yetkazdik. Nihoyat besitka forma joyimizda nihoyat chiroyli ko'rkam bo'lib chiqdi. Batalovlari ham nihoyat chiroyli bo'lib chiqdi. Mana endi birinchi joyimizga umumanlik joylashtirdik. Mana ustalik qozonlarni ham qaynatib, tuzlarni solib, namakoqlar qildik. Xudo xolasa. O'tlari yo'qdik. Mana endi tortishlari. Nihoyatda parovoz bo'lib tortyapti. Uzoqlashtirishga mana tortib ketaveradi. Mana keyingi joyga mana samovar joylashtirdik. Bunisiga zo'rasa 30 talik qozonni qo'ydik mana. Mana tortishlari nihoyatda yaxshi. Kalonkalarimiz mana kalonkalar ham mana tortyapti. Mana bu kalonka ham ichkariga. Samovarimiz mana bunga o'tayotganimiz yo'q. Mana tortishlari nihoyatda yaxshi. Mana zontirlarni o'rnatib, endi ertaga ventilyatorlarni ko'p qo'ysak, bo'lsa ishlarimiz shu yerda. Mana bu yerga mana rабочий stollarni joylashtirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizda nomerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tinch bo'linglar.